Salom do'stlar, sizlar bilan Tony Brokman. Do'stlar, bugungi videomizda World boramiz. Videoni ketdik. Yana Bek qaytdi. Bek bilan birgalikda video olyapmiz. Ketdik. Birgalikda bu bilan Rutsaliga borishimiz kerak. Kavkaz parkini ham yo'llar shu nastroyga o'rganib qolibdi. Sal qiyinchilik bo'lyapti. Narsa emas, qayerdan boramiz? Judan esdan chiqdi. Qayga qaytaylik? Albatta, bolalar shu yerdan burilib ketadi. Oldin shu yerda qurilishlar bo'lar edi. Urdi mashina. Shu yerda vuruvchilar bo'ladi. Bolalar bir xillarda ishlaydi, bir xillarda ishlamaydi. Manda coin ko'p, shuning uchun ishlamaydi. Bu yerda ham mashina olib juda ko'p qolamiz. O'zimiz aylanamiz ichkarini. Sekinlik tushib olamiz va bu yerdan chiqqan Allah kompyuter shunaqa narsalar bor ekan bu yerda. Bitod kesimlarni shunaqa narsalar bor. Bu yerda esa poygalar rasmi qo'yilgan. Xullas mana bunaqa narsa, mana shu mashinani rasmi qo'yildi mana bu yerga. Endi ikkinchi etajga chiqib boramiz. Qanaqa ekan? Ikkinchi etajda xuddi shunaqa narsalar bor. Tepadan qo'ygan kuzatsanglar bo'ladi, o'rda o'tirib olib. Bu yerda esa anaqa poygalarni rejalashtirib kompyuterda foydalansa bo'ladi, kompyuterdan qarab tursa bo'ladi. Masalan, bir xil yo'lni kesib ketishi mumkin. Bunaqa narsalar bo'ladi-yu, ana shu narsalarni ana shu narsalar ko'rib turadi-da. Va shunaqa narsalar bor. Endi pastga tushamiz. Drift qilib ko'ramiz o'zimiz. Mashinamiz qayerda? Lazım bir drift qilamiz. Stabilizatsiyonni o'chiramiz. Yo'lda drift tashadi. Ovozni pasaytiramiz endi. Normalmi? Ovoz baland bo'lib past ketgan bo'lsa, telefonlaringdan baland qilib yoki past qilsalaring bo'ladi.
Yo'q. Bir driftxona ekanda. Kamroq narsa qilib ko'ramiz. O'zlashtirib o'chiramiz. Yo'lga chiqib ketdik, yana ketaveramiz sekingina. Ketdik. Juda o'z past ketyapti. Shu bilan ipiqlar oldiga boramiz. Yo'q. Sal tushib ketsa desam qoldi. Endi bu yerdan kirar edi oldin. Mana kirolmas ekan hozir bambuk. Yerga tushib ketamiz. Bilan joyga qarayman. Internetni o'chirib, offline rejimdan kirishlik kerak. Xullas, bu videomiz tugadi. Hammalarga xayr. Tomosha qilganlar uchun hammalarga rahmat.